Assalomu alaykum. Bugun darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, endi bugungi mavzuyimiz genlarning o'zaro ta'siri, nolli genlar o'rtasida ta'sirni boshlaymiz. Xo'p, genlarning o'zaro ta'siri. Genlar ya'ni bir-biriga qanday ta'sirlashadi desa, genlarning o'zaro ta'siri ikkiga bo'linadi asosan. Birinchisi allel genlar ta'siri, ikkinchisi noallel genlar ta'siriga bo'linadi. Xo'p, allel genlar ta'siriga qaysilar kiradi? Allel genlar ta'siriga Mendel qonunlaridan to'liq dominantlik yoki chala dominantlik. Umuman olganda Mendelning birinchi, ikkinchi, uchinchi qonunlari hammasi allel genlar o'rtasida ta'sir va keyingilari ko'p allellik, kodominantlik turlari va oxirgisi pleitropiya irsilanishi. Demak, biz gaplashib bo'ldik to'liq dominantlik, chala dominantlik, Mendel birinchi, ikkinchi, uchinchi qonunlari, ko'p allellik, kodominantlik. Qoldi bizda bitta pleitropiya qoldi. Pleitropiya allel genlar va nollel genlar o'rtasida ta'sir qoldi. Xo'p, nollel genlar o'rtasida ta'sir bo'linadi. 3 xil turi bor. Bu qaysilar desa, birinchisi komplementar irsilanish. Ikkinchisi polimer, ya'ni polimeriya va oxirgisi epistaz irsilanish hisoblanadi. Demak, bular nollel genlar o'rtasida ta'sir. Bunda nima bo'ladi desa, bunda dominant A geni faqat o'zini allel resessiya bilan belgini yuzaga chiqarishda hamkorlik qiladi. A endi B esa bu hech qachon A B bilan yoki resessiya A resessiya B bilan ta'sirlashmaydi. Bular hammasi mustaqil holda irsilanadi. Bunda endi nollel genlar o'rtasida ta'sirda allel genlardan tashqari, ya'ni resessiya A dan tashqari bu aytaylik dominant B bilan birgalikda ishlab belgini yuzaga chiqaradi. Bu o'z navbatida resessiya B ga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shundan xulosaga kelib, gen va belgi o'rtasidagi munosabatni 3 turga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni qanday bo'ladi bu? Endi tushunamizchi. Xo'p, qaranglar. Gen va belgi o'rtasidagi munosabat bo'lishi mumkin 3 turga. Birinchisi, misol uchun noma'lum A geni, B geni, D geni bor. Bunda A geni bir belgini B geni belgi. Xo'p, B geni ikkinchi belgini, D geni esa uchinchi belgini yuzaga chiqaradi. Bu degani har bitta nollel genlar mustaqil ravishda o'z belgisini chiqaradi. Xo'p, ikkinchi turi gen bilan belgi o'rtasida. Endi bir nechta genlar bitta belgini chiqaradi. Misol uchun A va B hamkorlikda ishlab bitta belgini yo bo'lmasam dominant resessiya B bilan birga kelib bitta belgini yo bo'lmasam resessiv
A dominant B bilan kelib keyingi belgini yuzaga chiqarishi mumkin. Birinchi belgi gen va belgi o'rtasidagi munosabatning birinchi turi bular ko'proq allel genlar o'rtasida ta'sir bo'lib aks topadi Mendel qonunlarida. Ha endi ikkinchi belgi o'rtasidagi munosabat, ya'ni gen va belgi o'rtasidagi munosabat ikkinchi turida noallel genlar o'rtasidagi ta'sirlar misol bo'lsa bo'laveradi. Ya'ni bir nechta noallel genlar belgini rivojlanishda bir yo'nalishda yoki bir-biriga ta'sir o'tkazib belgini chiqaradi. Belgi va gen o'rtasidagi munosabat uchinchi turi endi dominant A geni deylik. Belgini yuzaga chiqarishda bitta, ikkita, uchta. Ya'ni bir belgi, ikkinchi belgi yoki uchinchi belgi. Demak, bitta gen endi bir nechta belgini yuzaga chiqaradi. Demak, bunda nima bo'ladi desa, bunga qaysi misol bo'ladi desa, biz hozirgi o'rgangan pleiotropiya, ya'ni allel genlar o'rtasidagi ta'sirning bitta turi pleiotropiya misol bo'la oladi. Bunga, ya'ni bitta gen bir nechta belgini yuzaga chiqarishga. Xo'p, biz Mendel qonunlari haqida gaplashib bo'ldik. Ya'ni belgini bitta turi haqida gaplashib bo'ldik. Ya'ni bu turi haqida endi biz bu turi haqida gaplashamiz. Ya'ni gen va belgi o'rtasidagi munosabatning ikkinchi turiga o'tdik. Xo'p. Demak, noallel genlar o'rtasidagi ta'sir komplementariya. Komplementar irsilanish qanday irsilanish desa, komplementar irsilanishda noallel genlar bir-birini to'ldiradi. Shuning uchun komplement so'zining ma'nosi ham to'ldirish degan ma'noni bildiradi. Komplementar to'ldirish degan ma'noni bildiradi. Bu komplementar irsilanishda xo'p, ota-onada yo'q belgilar avlodlarda rivojlanib qolishi mumkin. Bunda nima bo'ladi komplementar irsilanishda desa, misol uchun komplement belgini yuzaga chiqishi ikki juft komplement genlarga bog'liq bo'lsa, misol uchun A va B genlarga bog'liq bo'lsa, ya'ni belgini yuzaga chiqishi A bilan B ga bog'liq. Shunda A bilan B birga kelganda belgi chiqadi. Endi A geni B genisiz birga kelsa, ya'ni B genisiz kelsa yoki resessiv A bilan katta B, ya'ni katta B geni kichkina katta A siz kelsa yoki ikkalasi ham kelmasa, belgini yuzaga chiqarishi o'zgarib ketadi. To'g'ri, har safar emas, lekin ko'p hollarda o'zgaradi. Shuning uchun dominant A, dominant B bir-birini to'ldiradi deb aytiladi. Ikkalasi komplementar irsilanish bo'ladi, ya'ni bir-birini to'ldirib belgini yuzaga chiqaradi. Xo'p, buni yaxshiroq bilish uchun buni komplementar qoliplari bor. Komplementariy qoliplarida buni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, komplementariy qoliplari qanday? Xo'p, komplementar qoliplari, ya'ni komplementar irsilanish astrali holdor to'tilar patrangida, oshqovoqlar meva shaklida, o'simliklarda xlorofil sintezida, to'q tosh shaklida yoki xushbo'y hidli nihoyatning gul rangida uchratishimiz mumkin. Xo'p, bunda qanday holat kuzatiladi? Bunda astrali holdor to'tilarda ikki juft komplementar genlar birgalikda kelganda, ya'ni dominant A, dominant B birga kelganda patrangi yashil bo'ladi. Ha, mana bunday kelganda, ya'ni birinchi juft dominant genning bo'lishi, ikkinchi juft dominant genning bo'lmasligi. Xuddi shunday aytiladi masala shartlarida ham. Mana ikki juft dominant genning bo'lishi yashil, birinchi juft dominant genning bo'lishi, ikkinchi juft dominant genning bo'lmasligi desa havo rang. Ha, endi birinchi juft dominant genning bo'lmasligi, ikkinchi juft dominant genning bo'lishi esa sariq. Ha, endi ikkala komplementar genlarning bo'lmasligi esa oq rangni ifodalaydi deb aytadi. Xo'p, bunda fenotipik nisbat qanday bo'ladi? Fenotipik nisbat 9, 3, 3, 1 bo'ladi. Bu nisbat qachon qanoatlantiriladi?
qachonki